Assalomu alaykum hurmatli YouTube'dagi Yadeo obunachilari. Bugungi sanamiz 2025-yil 20-noyabr va sizlar bilan Rubin modelimizni bagajsiz hamda dugasiz varianti va dugali bagajli variantini birgalikda ko'rib chiqamiz. Boshladik. Bu ajoyib modellarimizni motor quvvati 800 Watt. Tezligi mana yaqinroqdan ko'rsatib oling. Ko'rishlaring mumkin. Parkovkada turibdi. Skorost. Birinchi skorostda 32, ikkinchi skorostda 46. Bu o'zi maksimal tezligi 55 gacha. Buni qanaqa chiqariladi deyilsa, buni mana gazda ko'rsating. Gazdan qo'lda qaytarib turib, yana bir marta qaytarsangiz mana tezlikda qaytarsangiz 55 gacha chiqadi. Turbo rejim yonadi. Yana qaytarasiz. Mana birinchi skorosga olasiz, yurasiz. Yana xuddi o'shanda ikkinchi skorosga olasiz. Tezda bunday qilsangiz, mana ko'rishingiz mumkin. Turbo rejim yondi. Akkumulyatori 72 volt 23 amper. Endi yurish masofasiga keladigan bo'lsak, bu juda ham uzoq masofani bosib o'tadi. Ya'ni 70 kilometrdan 100 kilometrgacha masofani bemalol bosib o'tadi. Ha, aytgancha, oldi tarafidan chiroqlari yonishini bitta ko'rsatib qo'ying. Aytgancha, signalini ham bitta eshitib ko'ringlar. Juda ham baland ovozi. Pavorotnigi orqa tarafidan ham bitta chirog'ini ko'rsatib qo'ying. Ya'ni tormoz bosilganda orqa chiroqlar ham yonadi. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana bosishim bilan qo'l tormozlari, ya'ni o'ng qo'l ham, chap qo'l ham bosishingizga chirog'i yonadi. Orqa tarafdan pavorotniklari. Bagajning kengligini ham bitta ko'rsatib qo'yaylik. Mana ko'rishingiz mumkin. Bemalol katta hajmdagi narsangiz bo'lsa ham solib qo'yib, xotirjam ketsangiz bo'ladi. Endi buni o'rindiq ostidagi bagajini ham bitta ko'rsataman. İçidan mana polik chiqadi. Yadea logotipi urilgan. Yon oynalari, ya'ni bokovoylari. Hozir bokovoyni ham bitta ko'rsatib qo'yaylik. Mana katta ko'rinadigan chiroyli bokovoy. Shakllari ham. Garantiya daftarchasi. Garantiya daftarchasi deb nimaga aytyapman? Ya'ni biz barcha skuterlarimizga 1 yil kafolat beramiz. Akkumulyatorga ulanadigan simlari bular juda ham baquvvat bo'ladi. O'tda yonmas, suvda cho'kmas. Hozir buni sizlarga isbot o'laroq sinab ko'rsatib beraman. Bismillah. Mana zajgalka yonyapti. Lekin bu yongani yo'q. Hattoki qora rangi ham chiqib qolgani yo'q zajgalkani. Bu nima degani? Ya'ni skuter qizib ketgan paytda ham simlari bir-biriga erib, skuteringizni buzib qo'ymaydi. Xavotir olmasangiz bo'laveradi bundan. O'rindiq osti bagaji ham ancha kenggina. Buni qanaqa ochishni ko'rsatmayapman. Shunchaki mana bu kalitni orqa tarafga bursangiz bo'ldi. Bagaj ochildi. Orqa balon tormoz, tros, oldi tomoni bo'lsa jidkisli tormoz bilan jihozlangan. Korpuslari juda ham baquvvat. Endi yon tomoni. Qo'lim og'rib ketdi. Sideniyalari, ya'ni o'rindiqlari o'tirish uchun juda ham qulay. Yumshoqqina. Oldi, orqa amortizatsiyalari ham juda ham yumshoq. Uncha-muncha chuqurni ko'rdim demaydi. Ko'pchilikning haligacha xabarlari yo'q. Bizni medal bonusimiz haligacha bilmagan insonlar bor. Buni aynan shu videoda eslatib o'tishga qaror qildim. Ya'ni siz Yadeaga kelib istalgan skuteringizni sotib olsangiz, bizni rasmiy brend elchimizga aylanasiz. Ya'ni sizga mana bunaqa medal beriladi. Bu medal bilan skuter sotib olingandan keyin har bitta olib kelgan mijozingiz bizdan yana skuter sotib olishsa, sizga 200 ming so'm mukofot, pul mukofoti beriladi. Bundan tashqari bizda Yadea'ni barcha tretsikllari,
skuterlari uchun ehtiyot qismlarimiz mavjud. Mana bunaqa baquvvat kaskalari bor, narxi atigi $15. Bundan tashqari boshqacharoq kaskalarimiz bor. Bu ham Yadeya brendiga tegishli. Mana ko'rishingiz mumkin. Ichki tomoni. Va yana bundan ham tashqari mana bunaqa zo'r ajoyib baykerlarimiz uchun kaskalarimiz ham mavjud. Ko'rishingiz mumkin. Bu kaskalar mana bunaqa tonirovkasi tushadi, ya'ni bu ochiq turganda ko'rinadi. Jog'i ham ochiladi. Mana. Ichki tomoni juda ham yumshoq ishlangan. O'zi bo'lsa baquvvat. O'sha aytganimdek, bu skuterlarimizga 1 yil kafolat beramiz. Narxlari ikkovsini ham bir xilda $700. Bundan ortiq yana sizga nima kerak? O'ylanib o'tirmasdan hoziroq pastdagi raqamlarga aloqaga chiqing. Butun O'zbekiston bo'ylab kelishilgan holda yetkazib beramiz.